Menga qaragin. Bo'ldi-da endi jonga tegib ketdi. Birorta qilayotgan ishing yoqmaydi menga. Na uy toza bo'ladi, na boshqa, na o'zingga qaraysan. Qachongacha shunday yashayman men? Ha? Sen gapiryapmanmi? Tushunyapsan men gapimni? Ha? O'zingga qarasang bo'lmaydimi? Kiyib olgan kiyimingga qara. Ovqat hidi kelib yotibdi. Sen atar yo boshqa narsa yeb yursang bo'lmaydimi? Jonimga tegib ketdi qilayotgan ishlar. Nima qilay? Qachon qarasa nima qilsam hammasi yomon, sizga yomon. Hamma narsani xato topasiz. Hamma narsa siz uchun teskari. Nima qilishim kerak siz uchun? Nima qilsam sizga yoqaman men? O'chir ovozingni. Tiling chiqib qoptimi? Ering gapiryapsanmi? Gap qaytaryapsanmi? Urib qo'yaman o'zi. Tushundingmi gapimni? Yana bir marta ovozing chiqargan, mazingga qochirib qo'yaman men seni. Aqlli, mahmoq. Mana shunga uylanganman. Ko'zim qatta bo'lgan ekan bunda. Ahmoq. Onam aytganiga uylanibman men ham. Afsuslanaman senga uylanganimga. Miylana senga uylanganimga. Yiqlama menga, soxta ko'zlaring bilan. Tushundingmi? Yig'lama dedim. Yig'lama o'zing. Yig'lama, olmasang qochirib qo'yaman. Qachon qarasam yomonman men. Har safar yomonman. Nima qilishim kerak siz uchun? Ayting, nima qilay, nima qilsam sizga yoqaman men. Jahlim chiqarma. Jahlim chiqarma dedim men senga. Tushundingmi? O'chir ovozingni. Har bitta gapirayotgan gaping bilan o'zing javob berasan qilayotgan ishlaring bilan. Yoqmayapsan menga har bitta harakating bilan. Yoqmayapsan dedim. Tushundingmi gapimni? Bor ket uyingga. Nima qilishim kerak? O'chir ovozingni o'zingni. Ahmoq. Menga qo'ling ko'taryapsanmi sen? Yana bir marta shu ishni qilgan, mazingga qochirib qo'y.